qurilish qilayotgan, mashina olayotgan, mashina sotayotgan, hayvon olayotgan 50-70 tasi bilan maslahat qiladi. 40 ming dollarlik birorta bir mashina olsinchi, 10 ta mashina purushi ko'rsatadi. Olaveraymi? Nima deysiz? Lekin diniy sohada hamma o'zicha mulla bo'laveradi. Qilmay qo'yaver. Yomon bo'ladi. Qatdan bilasiz yomonligini? Qatdan bilasiz yomon bo'ladi deyotgan narsangiz, shuni yomon bo'ladi deysiz, balkim gunohdir, qatdan bilasiz? Shipirgini tika qilib bo'lmaydi deysiz. Shipirgini tika qilib bo'lmaydi deyishingiz gunohsiz. Qalampirni qo'lga berib bo'lmaydi deysiz. Qalampirni qo'lga berib bo'lmaydi deyishingiz gunoh. Katta kapalak kelsa Qur'on o'qiydi deysiz. Katta kapalayni ko'rib arvoh kapalayni Qur'on o'qishingiz gunoh. Mana kuni kir yuvib bo'lmaydi, mo'y kuni tirnoq bo'lmaydi deysiz. Shuni deyishni o'zi gunoh. Ko'ryapsizmi? Puling ko'p bo'lsa o'zingga. Falonchining jiyani bo'lsa o'zingga. Agar osmon qo'lingda bo'lsa tashlang bir ko'raylik, boshimizga tushib qolsin bizni. Bosib qolsin bizni. Din xuddi shunday deydi. Kim bo'lsa o'zingga deydi. Qarshingda turgan odamni hurmat qilib qo'y deydi. Nima, kambag'al odam emasmi? Oddiy ishchi odam emasmi? Jigulida yurgan odam emasmi? Siz Malibuda yursangiz zo'rib qoldingizmi siz? Nomeringiz chiroyli bo'lsa bizga nima qizig'i bor? Tanirovkangiz bo'lsa bizga kopeyka. Xuddi shuna bo'lishimiz kerak biz bugun. Sal urushqoq bo'lsa paxta qo'yadi, boy bo'lsa paxta qo'yadi. Nima bo'ldi? Qulog'i bilan bo'yni bitta bo'lib ketganmiz. Bizga nima qizig'i bor? Nimasidan qo'rqasiz? Nimaga boyga patxonlik qilasiz? Nimaga paxta qo'yasiz? Nimaga o'zingizdan kichikka yugurib kelib ko'rishasiz? Nima sizning sha'ningizdan u balandmi? Odam o'zini musulmonlik, erkaklik, o'g'il bolalik sha'nini yerga urmaslik kerak.